boshma gap. Xullas kalom, nima bo'lsa bo'lsin, u qora Gentra ko'z tegmasin deganlar bitta laykni bosib qo'yinglar. Katta bolalarni katta qilgan Gentrani bugun obzor qilamiz. Agar narx-navosi qiziq bo'layotgan bo'lsa, obzorni ko'rmoqchi bo'lsangiz, papskani bosib, yurakchani qizartirib taylang. Obzorga ketdik. Sog' bo'linglar. Nima bo'lsa bo'lsin, shu Gentra ko'z tegmasin degan layk bosib qo'yinglar. Xullas kalom aka-ukalar, mashinamiz yili 2022-yil. Rangi qop-qora ko'rib turganlaringdek Amerikanka faralar, yangi hol turibdi, yangi Amerikanka faralar qo'yilgan, almashtirilgan. Mashinamiz esa hech qanaqa 1 gram kraskasi yo'q, lekin mana bu kapot almashgan. Nimani hisobiga almashgan desangiz, чтобы shpaklovka kraska degan tushuncha bo'lmasligi uchun yangi original kapot qo'yilgan. Kraskasi yo'q 1 gram, ikkita joyda vakuumli joyi bor. Tonirovkalar mavjud oldi orqada. Endi ruxsatnomasi adashmasam tugagan. Если что, cho'zdirib olsanglar ham bo'ladi. Tak, 4 eshik kruгом shumka bo'lgan. Holatchasi zo'r. Salon holati ham yaxshi. Yaxshi qimmat chuqurli taqilgan ekan. Обогрев сиденья, test monitor, yurgan probegi atiga 65 ta yurgan. Holatchasi просто zo'r. Oldida Amerikanka fara bo'ladigan bo'lsa, orqada optra faralar ham mavjud. Holati zo'r. Miyatinasiga keladigan bo'lsak, именно bitta narigi tomonda miyatina, bitta mana shu yerga, mana agar kamerada, videoda ko'rinayotgan bo'lsa, miyatinasi bu. Mashinaning kraskasi top-toza, yurgan probegi o'ziniki halol. Holati idealniy. Gentra 2022-yil 3-pozitsiya. Xullas kalom aka-ukalar, ko'rib turganlaringdek mashinamiz holati zo'r, idealniy holda turibdi. Olasiz, faqat mazza qilib minasiz. Nimaga desangiz, yili 2022-yil, holati zo'r. Oldi orqa tonirovkalar qilingan, shumkalari ham mavjud. Mashinamiz 3-pozitsiya, обогрев сиденьяsi va plus ABS'lari bilan zo'r holat turibdi. Olasiz, ko'rasiz, yo'qsa aynan mana shu toshchoqda olib ketasiz. Mashina ayni damda ofisimizda turibdi. Past nomerlarni qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Narxiga keladigan bo'lsak, buning aynan mashinaning narxi $11,250. Har doimgidek mana podpischiklarim uchun sunnatiga o'tib beriladigan joyi ham mavjud. Shuning uchun tez shoshiling. Именно katta bolalar qidirib yurgan bo'lsa agar mana shu qop-qora bayirni jo'natib qo'ying. Yaxshi insonlar nasib qilsin.